Assalomu alaykum. Hurmatli hamkasblar, bugun sana 2025-yil 22-aprel paxtachi Elita urug'chilik xo'jaligiga yangi chop kultivator apparati keldi. Hozir ish unumdorligini oshirish, vaqtdan yutish uchun yangi chop kultivator apparatini hozir ishlatib ko'ryapmiz. Mana qilingan joylar. Bu qilinmagani. Mana. Ayapurim. Mana hurmatli fermerlar. Mana chop traktor. Mana shunday 10-15 santimetrgacha to'proqni yumshatib beryapti. O'rta mashq qolmayapti mana. Paxtani qatqalag'i yo hamma narsasini olib yumshatib ketyapti. Bir yarim soatda shu hektarda yarmini bo'ldi, kartani. Buni yarim qoldi.